Sen sindirib yuborilgan avliyo. Sindirilgan. To'g'ri aytding. Men endi hech kimni davolay olmayman. Qanday qilib menga avliyo deyish mumkin? Men seni hech qachon kechirmayman. Birinchi qism. Jarohatlarga burkangan avliyo. Bu bolaga maxluq hujum qilgan. Avliyo nomzodi, iltimos uni saqlab qoling. Rahmat sizga kattakon avliyo. Bu maqbara kasallanganlar va jarohatlanganlar uchun joy. Avliyoning shifo kuchidan umid qilgan odamlar keladi. Biz avliyo nomzodlari sifatida jarohatlanganlarni davolash bizning vazifamiz. Voy bu xatoku. U boshqalarning og'rig'ini o'ziga o'tkazib keyin davolaydi. Kimnidir davolagach o'zini qiynaydi. Bu ahmoqlik. Uning boshqa iloji yo'q. Axir bizdan farqli ravishda voz kechilgan avliyo-ku. To'g'ri. Mening kuchimda nuqson bor. Og'riqni o'zimga qabul qilib, so'ng o'zimni davolashim kerak bo'ladi. Men faqat shu usulni bilaman. Ammo oilamdan ayrilib qolib yetim bo'lib qolganimda, meni bag'riga olgan maqbara oldida qarzimni biron kishining sog'lig'i bilan tiklab, uni ado etaman. Yana bir kuchim bor. Yashirib kelganman, lekin u hech nimaga yaramaydi. Lula, sen bugun ham qattiq harakat qilding. Arian, ularning gapiga e'tibor bermang, ular bema'ni bo'xton gapiryapti. Men bilaman, sen doim avliyo vazifasini halol ado etgansan. Sen umuman xato qilmagansan. Men har doim seni qo'llab-quvvatlayman. Arian, rahmat. Agar sen bo'lmaganingda men... Do'stlar, mana shuning uchun kerak. Aytgancha Lua, u yoqqa qara. Bu janob Garret emasmi? Ha, aynan o'zlari. Bu kishi Garret Vance. Yoshlik chog'ida ritsarlar sardori bo'lgan, hozir uni butun shahar aholisi qahramon deydi. Janob Garret bilan ilk bor maqbarada ish boshlaganimda tanishganman. Yerda yotgan jarohatlanganlarga qaraydi. Avliyo nomzodi. Ha. Iltimos meni davolang. Ha. Kechirasiz. Iltimos yana bir bor urinib ko'ray. To'g'ri qila olmayapman. Men haqiqatan ham avliyo bo'lishga loyiqmanmi o'zi? Hech kim boshidanoq mukammal bo'la olmaydi.
Axir siz kelajakdagi avliyo bo'lishingiz mumkin-ku. Shuning uchun harakatdan to'xtamang. O'shandan boshlab uning so'zlari menga motivatsiya bo'lgan. Ritsarlar sardori sifatida u har doim xizmat qilgan. Men ham elim uchun astoydil harakat qilishim kerak. Yana tikilib qolding? Lochan? Yo'q, men qaraganim yo'q. Ammo menimcha sizlar juda ham yaxshi juftlik bo'lasizlar. Men bunga loyiq emasman. Axir avliyo nomzodi sevib qololmaydi degan qoida yo'q-ku. Men har doim seni qo'llab-quvvatlayman. Chunki eng yaqin do'stim, baxtli bo'lishini juda istayman. Aryan, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Kimnidir yoqtirib qolsang, albatta menga ayt. Albatta aytaman. Kelishdik. Bir necha kundan keyin yo'l ochinglar, uni olib kelinglar. Tezroq bu yo'lga. Xonani tayyorlaydi. Tashqarida nima bo'lyapti o'zi? Garetsami? Bu qanday bo'lishi mumkin? Eshitishimcha unga maxluq hujum qilgan. Unaqa ahvolda katta avliyo nomzodlari uni davolasa ham jarohatlar juda ham og'ir. Qahramonimiz tirik qolmasligi mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Bu rost bo'lishi mumkin emas. Agar hech kim uni saqlay olmasa, men o'rnaman. Izn bering, men davolayman. Og'ir paytlarimda ham uning yuzini eslasam sabr qilaman. Agar hayotimni berishga to'g'ri kelsa ham, men uni saqlab qolmoqchiman. Endi esa u xavfsiz bo'lish kerak. Men esa og'riqdan yonyapman. O'zimni tiklash juda sekin kechibdi. Bu g'alati. Bu nimasi? Hayotim ko'z oldimdan o'tyapti. Shundayligimcha o'lib ketamanmi? Nima? Men tirikmanmi? Hali hamma? Ha, uyg'onding. Haligi vazifangni tashlab ko'chada nima bor? Nima? Bundan ham yomoni. Shunchalik og'ir jarohat oldingki, birov hushsiz yotding. Hech kim xabar olmadi. Nima deyapti? Senga o'xshagan jirkanch odamlar umuman uyg'onmasligi kerak edi. Bu qiz nima deyapti o'zi? Eng muhimi, janob Garet yaxshimi? Garet yaralari jonini xavf ostiga qo'yib davolagan Aryan tomonidan berkitilgan. Sen emas, Aryan haqiqiy avliyo. Nima bo'ldi o'zi? Xo'p, aytib beraman. Oradan bir necha kun o'tib o'sha zo'r juftlik rasman unashtirildi. Nima? Nega Aryan va janob Garet? Nima bo'ldi o'zi? Aryan bilan Garet bir-biriga juda mos. Oxirgi paytlarda yuz bergan monster falokati Garet tomonidan bartaraf etildi. Qahramonni hayot evaziga davolagan Aryan chinakam avliyo. Hamma Aryan Garetni qutqardi deyapti. Aryanga qaraganda u esa ibodatxonadan chiqib yashirincha yigitlar bilan o'ynab yuribdi. Uning vazifasini ham Aryan bajaribdi deyishdi. Beozor yuziga qaramay Lua bunchalik pastkash ekan. Ibodatxona uchun bu sharmandalik. Bu mishmishlarning barchasi rost. Negaki Aryan hammasini o'z og'zi bilan aytgan.
Demak, Aryan bularni o'zi tarqatayotgan bo'lsa. Aryan. Ha. Loa. Hey. Oramizda qandaydir tushunmovchilik bormi? Sen mening aziz do'stim eding-ku. Menga yaqinlashma. Yordam bering, janob Garret. Sen Ariyaga nima qilmoqchisan? Janob Garret. Ari menga hammasini aytib berdi. Do'stlikni qo'l ostida undan foydalanib, doim ezib kelgansan uni. Men sendan nafratlanaman. Yo'q. Bu men edi-ku. Hayotim evaziga seni qutqargan. Foydasiz. Qanchalik tushuntirmay hech kim ishonmaydi. Hech kim endi gapimga quloq solmaydi. Ketdi, Ari. Kulgili Loa. Men anchadan beri seni shunday ko'rishni orzu qilganman. Ko'ngil xushlik uchun yaxshi o'yinchoq bo'lding. Lekin meni kechirasan, to'g'rimi? Axir biz eng yaxshi do'stlar edik-ku. Eng yaqin do'stlar edik. Yaxshimisan? Ha, janob Garret. Demak, bu do'stlikka aldangan ahmoq faqat men bo'lgan ekanman. Qo'y, yo'limni to'sib turma. Bu yerda nima qilib turibsan? Avliyo bo'lishga nomzodmisan? Yo'q, bu qanaqasiga bo'ladi? Oy, nimaga jim bo'lib qolding? Menga tegma. Ha? Og'riyapti-ku. Qo'y, unga nima bo'ldi? Qo'y, ketdik bu yerdan. Bu shifo berishga zid bo'lgan kuchni yuragimning eng tubiga yashirib kelganman. Shunday ekan, bu kuch shifo berishdan ko'ra foydali emasmi? Men endi hech kimni davolamayman.